Farg'ona viloyatida soxta kiberxavfsizlik xodimi qo'lga olindi. Yozyovon tumanidan bo'lgan fuqaro Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida Qodirova Sumaya nomli soxta akkaunt yaratib, fuqarolar bilan o'zaro tanishuv ishlarini amalga oshirgan. O'rtada do'stona muloqot boshlangan. Biroq ayol boshida er borligini, o'rtalaridagi munosabatdan xabar topsa, fojia yuz berishi mumkinligini bot-bot ta'kidlab turgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay yigitning telefoniga begona raqamdan qo'ng'iroq kelib tushgan. Oradan ma'lum muddat o'tgandan so'ng go'yoki turmush o'rtog'i ularni suhbatidan xabardor bo'lib qolganligini, yozishmalarni ko'rganligini bildirib, turmush o'rtog'i urganligini va shifoxonaga davolanishga yotqizilganligini ma'lum qilgan. Kechiring opa, xato mendan o'tdi deb keyin yozdim. Iltimos opa, kechiring deb yozdim. Yozganimdan keyin opa yo'q, seni kechirmayman. Seni ham oilangni buzaman deb yozib yubordi. Keyin soat 12 da yozyapti. 1,5 million bo'ldi, bankaga yotdim. Ertalab menda qolganini obxod bo'ladi, o'shanda aytaman-da, shuncha summa tashlab beradi. Shundan so'ng ayblanuvchi jabrlanuvchiga qo'ng'iroq qilib, shifoxona xarajatlari, dori-darmon xarajatlari uchun 2,5 million so'm miqdoridagi pullarni plastik raqamga o'tkazib berishni talab qilgan. Jabrlanuvchi aytilgan pullarni berilgan plastik raqamga o'tkazib bergan. Aniqlanishicha, murojaatchiga bosim qilish orqali pul talab qilgan profil egasi aslida erkak kishi bo'lgan. Hayron qolarli jihati, u o'zi tomonidan tuzilgan puxta ssenariy asosida 3 xil toifadagi shaxs, ayol, uning eri hamda huquq-tartibot idoralarining kiberxavfsizlik bo'limida faoliyat olib boruvchi xodim rollarini mohirlik bilan ijro etgan va sodda odamlarni chuv tushirgan. Kiberxavfsizlikdan Temur bo'laman deb menga telefon qildi. Bannisaga yotibdi, eri uribdi, eri bilib qopti dedi. Keyin nima qilishim kerak desam, opaga iltimos qilib yozing dedi. Qarasam yozurgan uchun bir qo'rqit qo'yish maqsadida telefon nomerini aldab so'rab yurib oldim. Ertasi kuni o'zimiz telefon nomerimdan telefon qildim. Kiberxavfsizlikda ishlayman, Farg'ona shahrida dedim. Sani ustingdan ariza tushgan dedi. Shunaqa Sumaya Qodirova degan qizga yozgan ekansan dedim. U oilali ekan, eri urib, bankaga yotib turgan, o'zingni muammoyni o'zing hal qil, bo'lmasa yuqori tashkilotlarga chiqishi mumkin degan vaj bilan aytdim u bolaga. Holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda.